Bugünkü programımız müş yerda ahırlaşdı. Diqqat berginizlarga rahmat. Ko'rishguncha aman bo'linglar aziz qarindoshlarim. Hey hayat. Qilay desangiz bahona sizga yetmaydi. Qilmay desangiz bahonangiz tugamaydi. Yoki yaxshi ko'rgan, oshiq bo'lgan ishingizni qiling, yoki qilgan ishingizga oshiq bo'ling. Yoki oshiq bo'lgan hayotda yashang, yoki oshiq bo'lgandek hayotni barpo qiling va yashang. Her bir sahar iradimizni kuchlantirsin. Her bir yeni quyosh bizning go'zal atimiz uchun bosadigan qadamlarimizga guvoh bo'lsin. Hammamiz tirishayli. Umidvorlik bilan alg'a mangayli. Ey go'zal inson, uyg'on, o'rningdan dastur. Qayg'u alamlar hargizmi seni o'zingga ishonmaydigan jur'atsiz qilib qo'ymasin. Chunki har qanday bir g'am qayg'uning hal qilish chorasi va uningdan chiqish yo'li cho'qim bo'ladi. Shijoatlik bo'l, jasoratlik bo'l, irodalik bo'l, hargiz sunma. Tik tur, ko'zingni jiroqlarga tik. Yo'ling ochiq bo'lsin, oldinga mang. Jasoratlanib oldinga mang. Cho'qim armonga yetsin. Kishilik munosabat taktikaları. Birinchi, aqlli odam bilan 1 yil bas munozara qilsangiz mayli, ammo nodon odam bilan 1 sekundni gap talashmang. Ikkinchi, amalsiz qolmasingizlar, boshqalardan pul qarz olmang. Agar boshqalar sizdan pul qarz olsa, uning qaytarmay qelish ehtimolligiga qarata ideyajatdan tayyorlik ko'rib qo'ying. Uchinchi, boshqalar bilan paranglashganda qarshi tarafning so'zlarini astoydil anglang, aldirab xulos chiqarmang va baho bermang. Ko'pincha vaqtlarda dard to'kichi sizning nasihatingizga emas, balki hissiyot jihatdan o'rtoqlashishga muhtoj. To'rtinchi, sizning qimmatingiz bo'lganligi uchun boshqalar sizga yordam qiladi. Beshinchi, gapimni tushundingizmi deganni gapimni tushundira oladimmi deganga almashtirib so'zlashni o'rganib oling. Altinchi, boshqalarning chambaragiga qisilib kirman demay, o'zingizni chambarakning markaziga aylantiring. Yettinchi, sirdashganda asta bo'ling. Aloqani uzganda bo'lsa, chaqqanroq bo'ling. 8. Bir odamning qandoqligini ko'rib yetishning 3 xil usuli bor. Birinchisi bo'lsa, uning atrofidagi eng yaqin do'stlarga qarab yiqing. Ikkinchisi bo'lsa, tug'ilgan oila muhiti va oilasilar bilan bo'lgan munosabatiga qarab yiqing. Üçüncüsü bo'lsa, uning vaqtni nima ishlarga sarf qilganligiga qarab yiqing. 9. Boshqalarning arzu, armonlarini hargiz masxar qilmang. Tuvan ko'ymang. Ko'nalar g'ojamning g'ojisi ba, chamg'uning o'risi deb bekor aytmagan. Buni bilish lozim. Shah va vazir savol javoblari. Manbasi internet. Podshoh Nushrvani Odilning o'z vaziri Buzruk Himirga bergan savollari va uning javobi. Savol: Umrni qanday o'tkazish kerak? Javob: Umrni xushallik ichida o'tkazish kerak. Odamlar uchun yaxshi ish qaysi? Ilm o'rganish. Ilm qanday natija beradi? Kichik bo'lsang, ulug' bo'lasan, kambag'al bo'lsang, boy bo'lasan. To'g'ri yo'l nima bilan bilindi? Ilm nuri bilan. Xudoning roziligini nima bilan topqili bo'ladi? Ota-onani xushal qilish bilan. Kim bilan maslahat qilish kerak? Dono bilan. Yaxshi odamni qanday tonish kerak? 3 alomat bilan: ilm xumarligi, sexiyligi,
və oçuq çıraylığı bilan. Sahabatning cheki qandaqdir? Ba narsini berish. Eng yaxshi ish qaysi? Hekimlar və alimlarning majlisida o'ltirish və ularning suhbatidan manfaat elishdir. Eng yomon ish nima? Tilamchilik. Arif, alim, bilimlik deb qandaq odamni aytamiz? O'zini boshqalardan kamtar va tuvan deb biladigan odamni. Bu xislat qandaq hosil bo'ladi? Olimlar va puhralar suhbatidan. Ma'rifatga erishish sabablari nima? Sabr va shukr. Dunyoda qandaq turish kerak? Musafir, ya'ni yo'lovchiga o'xshash. Musafir bir saroyga tushidi, bir kishi qo'nib, tong etishi bilan yana mangadi, ketadi. Manzilga qandaq yetish kerak? Yengil yuk bilan. Odamning yaxshi yomonligi qandaq bilinadi? Qeriganda yosh vaqtidagi cho'ngchiligini bayon qilish va kambag'alchilikda boy vaqtidagi shiritini so'zlash bilan. Do'stni qandaq chaqda bilgili bo'ladi? Hojiting tushganda do'stning do'st yoki emasligini bilish mumkin. Qobiliyatsiz farzand nimaga o'xshaydi? O'shiq o'sgan barmoqqa. Kessang og'riydi, kesmasang ayib hisoblanadi. Muhabbat qandaq kuchaydi? Ayibni yushirish bilan. Gunohning davosi nima? Tavba qilish. Davlat egasiga qandaq ish qilish yaxshi? Mehmon do'stlik. Qandaq odam nagili bo'lsa, boshqalar tarafidan qizg'in kutib olindi. Adab axloqli kishi. Qandaq odamning yuz aybi bo'lsa-mu, ayibga buyurmaydi. Sehiy odam. Uyqu yaxshimi, uyqusizlikmi? Hushyorga uyqusizlik, g'afilga uyqu. Tevib iloj qilib davolayolmaydigan kasal qaysi? Ahmoqlik va ablahlik. Yashashdan yaxshiroq, o'limdan yomonroq narsa nima? Hayotdan yaxshi narsa yaxshinam. O'limdan yomonroq narsa badnam. Haqiqiy do'st qandaq bo'ladi? Odamlar oldida aybingni yopadigan va yaxshi taraflarini aytadigan kishi. Odam qaysi ish bilan boshqalarning ko'ngliga yoqadi? To'g'riliq va ochiq chiroylik bilan. Sodiq do'st qandaq bo'ladi? Yaxshilik tarafdan sen yordam bergan, yomonlik tarafdan seni qaytargan kishi. Ko'nglini elish degan nima? Arzusiga yetkazish, ko'nglini tindirish. Do'st qobiliyatsiz kishiga aylansa, uningdan qandaq qutulish kerak? Qishiga oz berish va holni so'ramaslik bilan. Aqlli odam qandaq bo'ladi? Ko'pni biladi, az so'zlaydi. Odam qandaq qilsa tibibga muhtoj bo'lmaydi? Az yeb, az uxlasa. Odamlarning meni yaxshi ko'rishi uchun nima qilishim kerak? Muomalada faqat rost gap qil, yolg'on so'zlama, biriga muxolif keladigan ish qilma. Qo'l va tiling bilan boshqalarga azor yetkazma. Jahonda eng baxtli odam kim? O'zini saxovat va to'g'riliq bilan bezigan odam. Yaxshi do'stning belgisi qandaq? Xatoligini ko'rganda pand nasihatni ayamaydigan odam. Qandaq odamdan biror narsa so'rasa bo'ladi? So'rasang bera oladigan va sen so'rashga pedna oladigan kishidan. Yig'ilishimiz ustiga sirtdan bir odam kirib qolsa, qanday qilishimiz kerak? 3 ishni qilish lozim. Birinchi, kirib kelsa o'ltirishga da'vat qilish. Ikkinchi, u kishi o'ltirib bo'lgandan keyin uningga yuz tirana qarash. Uchinchi, u kishi biror ish yoki masala haqida so'zlasa, so'ziga javob berish. Odamlardan qanday raqib baxtligirak? Dunyodagi qarim-qarshiliklardan xafalık tatmagan adam.
Qandaq şirinlikning oxiri ochiq, yoshlikning. Qandaq pastlik hamma yuksaklardan yuksakroq, kamtarlik. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.